PUBG Mobile'da bonus pas tekinga tarqatilmoqda. Olishga ulgurib qoling. Birinchi qiladigan ishimiz o'yindagi tadbirlar bo'limiga bosamiz. Keyin pastdagi kubikka bosamiz. PMGC kodini ishlatish sabitiyasiga kiramiz va chap tomonda kod beradigan joyga mana shu ekrandagi PUBG in Bangkok so'zini yozib, ishlatish tugmasini bosamiz va omadimizga qarab bonus pas yoki epitskiy set yokida prosta mana shu PP qo'lga kiritishimiz mumkin. Bu albatta omadga bog'liq va bunaqa koddan yana ikkita bo'ladi. Bu birinchisi, yana ikkita alohida kod bo'ladi. Uni erta-indin razrabochiklar e'lon qilishadi va kod chiqsa Instagram storiesimga va Telegram kanalimga albatta tashab qo'yaman. Aytgancha Telegram kanalimda keyingi bonus pas skilllarni ham ko'rsatganman. Kirib qo'yishlaring mumkin va sizlarga mana shu kod orqali qanaqa sovg'a tushdi kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.